Bugun siz bilan Tiggo 2 Pro bo'yicha gaplashamiz. Katta bolalarning mashinasi. Keling, men sizga tushuntirib beraman mashinamizni. Hozirda mashinamizda bir turbina bilan jihozlangan, 3 ta silindrli bo'ladi, 102 ot kuchi bilan jihozlangan. Shahar bo'yicha rasxodlari 6,5 metrda. Trassada yuradigan bo'lsangiz 5 tagacha tushyapti. Keling, men sizga diskalarini ko'rsatib beraman. Oldi ko'rinishlarini ko'rganingizdek, LED jihozlar bilan jihozlangan. O'zini oldi ko'rishlari ancha derski bo'ladi. Diskalari 17 diskalar bilan alyuminniy eng yumshoq diskalar bo'ladi. Bakovoy dizaynlarimiz ancha chiroyli, skromlik ham yaratilgan. Pultimizda bosganimizda elektronli bakovoylarimiz o'zi ochilib yopiladi. Eko ko'jalar bilan jihozlangan mashinamiz. 4 ta sistemada shoper taraflarimiz ishlaydi. Ikkita oldida abagreftlarimiz bor, rulida bakovoylargacha abagreftlarimiz bor. Orqalarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Hozirda bemalol 3 ta odam orqasiga ham sig'adi. Baklarimiz 50 talik bak bo'ladi. Bemalol tog' bo'yicha ham 700-600 km yurib bera olasiz kuniga. Orqa dizaynlarini ko'rsangiz bo'ladi. Mashinamizni ancha derski qilib chiqarilgan. O'zini orqasi kameralari bo'ladi. O'zini orqa sensorlari bo'ladi. Yana parkovka qilganlarida qiynalishmaydi. O'zini tayyor hamma narsa sensorlari bo'ladi. Bagajlarimiz hozirda 450 litr bo'ladi. O'zini zapaskalar bilan, dagonkalari bilan bo'ladi. Keling zapaskalarni ko'rsating. Bagajlarimiz ham ancha keng, kattagina, shuncha qo'yib ham savoli bemalol olib ketsa ham bo'ladi. Yerdan balandligi ham mashinani uncha-muncha ham cho'kib qolmaydi. 186 mm yerdan balandlikda bo'ladi mashinamiz. Uzunligi ham 4200 bo'ladi. Hovligi ham ixcham shaharbop mashinamiz. Keling, men sizga saloniga o'tirib mashinamizni obzor qilib bera qolaman. Shoper taraf sidenamiz 6 ta sistema bilan hozirda ishlaydi. Ya'ni bo'yi past yoki bo'yi baland insonlar o'tirib qolsa, o'zlariga baland past qilib ham bemalol upravleniya qilsalar bo'ladi. Bakovoylarimizni bu yoqdan o'zini bemalol elektronli yopib, ochib, bu yerdan ham funksiyasi bor. O'zini qorli rejim, bakovoylarni elektronli boshqarsalar bo'ladi. O'zini ledlarni, jihozlarini, ligrovkalarni bemalol qilsalar bo'ladi. Bu yoqdan oynalarimizni, salonni o'zini, detskiy rejimlarni ochib, yopsa ham elektronli oynalarimiz hammasi bo'ladi. Salonga o'zi o'tirganimizda mashinamizni, multimediyamizni, rulimizda o'zi hamma narsa tayyor bo'ladi. Kurs kontrol, muzikani baland past qilish, Bluetooth ulaganni, ya'ni CarPlay ulaganimizda bemalol rulimizni o'zida bemalol boshqarsalar bo'ladi. Eshigimizni ochdik, bagajimizni, kapot ochganimizda elektronli tablomizda hamma rasxodlarimizgacha ko'rsatib beradi. Rulimizni bemalol o'zlariga moslashtirib, tepa past qilib ham qo'ysa bo'ladi. Bo'yi uzun, ya'ni kalta insonlar uchun. Mashinamizga yana o'tirganimizda start stop tayyor, monitor 12 dyuymdan o'zini monitori bo'ladi. Ya'ni 100 B 12 voltli bemalol ishlatsiya bo'ladi. Kondisionerlari eng tez muzlatib beradigan hozirda Tiggo 2 Pro mizda bo'lyapti. O'zini qorli intervalli rejimlari bo'ladi. Hozirda mashinalarimizni tog' hududiga chiqadigan akalarimiz bo'lsa, bemalol shu funksiyani bosishsa 60 tezlikda mashinamizni ushlab oladi. Korobkaga, tormozga, motorga напряжение tushmagan holda 60 tezlikda ushlab olib, mashinamizda bemalol o'zini olib chiqib beradi. Multimediya bu yoqdan ham bemalol boshqarsalar ham bo'ladi. Elektron o'zini rushni, hold rejimlari, probkalarda, uzoq svetoforlarda turishganda ham ularga ancha udobli, charchoq ham bo'lmaydi. O'zini barlari ixchamgina. Eng glavniy narsasi mashinamizda led bor. Laboyimizda abagrev bor, rullarimizda abagrev bor, ikkita oldi sidenamizda shu passajir, shofer, hamma narsamizda abagrevlarimiz bor hozirda mashinalarimizda. Dizaynni ko'rib turganingizdek ancha udobli, hamma komfortlari bor. Hozirda mashinamizdan tan narxi 214 million 900 bo'lyapti. Agar siz naqd bilan kreditga oladigan bo'lsangiz, sizga 40 million chegirma bilan 174 million 900 bilan qilib beryapmiz. Keling, sizni через Sergeli avtosalonni kutib qolaman. Lishni o'zim sizni kutib olib, sizga xudo xolasa chiroyli bonuslar bilan, super bonuslar bilan sizni avtosalonimizda kutib olaman.